Niqob bilan ijro etiladigan Yaman raqsi Indoneziyadagi an'anaviy 3000 dan ortiq raqslardan eng qadimiysidir. U 8-asrda paydo bo'lgan, biroq hozirgi kunda mazkur raqs murabbiylari kundan-kunga kamayib bormoqda. 42 yoshdagi Trixandio Malan shahrida 20 yildan beri yosh bolalarga bepul raqs o'rgatib keladi. Niqoblarni o'zi tayyorlab, ularni sotish bilan kundalik moddiy ehtiyojlarni qoplaydi. Saya mencoba awalnya dengan mencontoh topeng yang sudah ada. Бетқап жасоону чоң атамдан үйрөнгөнмүн. Аны карап отуруп, мен да бир беткапты аягына чыгарганмын. Ошондон бери бул бийге кызыгуум артып, ушул багытты тандап алдым. Terus belajar dan juga belajar menari yang lebih baik. Xandayo endi bu hunarni yosh avlodga o'rgata boshladi. 12 yoshli Martinho raqs to'garagiga doimo qatnashishga harakat qiladi. Беткап менен Малан бийине 6 жашымдан бери катышамын. Мен да бул бийди салтыбыздан өчпөй сакталып калышына салым кошкум келет. Raqsda mahalliy folklorning tarixi yoritiladi. Bunga bir necha asr bo'lganiga qaramasdan, o'lkada o'tgan asrning 80-yillarida rivojlana boshlagan. Qadimiy urf-odatlar borgan sari kamayib borayotganda, hukumat qo'llovi bilan raqs qayta rivojlangan. Pemerintah dalam hal ini Малан бийлиги бийдин сакталып калышы үчүн болгон күч аракеттин жумшап, ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Биз коомчулукту да байыркы салттарыбызды сактап калуу үчүн салым кошууга чакырат элек. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda raqs paydo bo'lgan vaqtda grim yo'qligi sababli turli obrazlarni yaratish uchun niqoblardan foydalanishgan.